Assalomu alaykum aka zo'rmiz. Aka bu bergan doringiz yaxshi effekt berganga o'xshaydi. Umuman birdana qolmabdi. O'lib ketgan hammasi. Mana shu yilda juda qurt edi-da. Qurt yo'q. Bir xil chap-chap bo'lib qolgan ekan. Mana qurt yo'q aka. O'lib qolgan. Mana shu yillar juda qurt ko'p edi-da. Keyin palak mana pomidorlar. Mana ichida qurt o'lib qolgan. Yetti kun, 8 kun deganda yo'q, 7 kun. Shanba kun bo'lsa 7 kunda ta'sir qilibdi-da. Yaxshi zo'r dori ekan. Qurt birdana qurt qolmabdi. Mana o'lib qolgan. Mayli. Qotib o'lib qoldi. Effekt yaxshi ekan. Biz 4 kun, 3 kun, 5 kun o'tkazib qaragandik. Ta'sir qilmagan ekan. Mana bugun qarayapman, bir hafta bo'ldi. Effekti zo'r ekan. Shu oq poshsha bor hozir. Qurtni toza qilib tashlabdi aka.